Oxirgi paytda Germaniyaga ko'plab vatandoshlarimiz ishga, o'qishga kelishyapti O'zbekistondan. Mana Subyektiv Uz bugun aynan hujjatli film ishlab chiqarmoqda. Kelgan vatandoshlarimiz qanaqa joylarda ishlashyapti va bundan keyin keladigan aynan sizlar qanaqa imkoniyatlar bor? Ya'ni Germaniyaga kelishning 3 ta yo'li bor. Aka, eng zo'r qonuniy ishga o'qishga. Bulardan eng zo'rlaridan bittasi bu albatta Ausbildung dasturi. Siz 18 yoshdasiz, sizda maktab shahodatnomasi bor va bu bilan siz B1, B2 bilan Ausbildung kelasiz, ya'ni kollejga tenglashtirilgan, ham o'qiysiz, praktika qilishingiz natijasida 1000 yevrodan 1,5 yevrogacha davlat bruttoda pul to'laydi. Qayerda bor bunaqa imkoniyat? Ikkinchisi bu Fachkraft viza, ya'ni ishchi vizaga kelishingiz mumkin. Akamizga o'xshab, ya'ni kelib olasiz, sizda o'sha kelganingizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri nemislarga o'xshab imkoniyatingiz bor. Oyligingiz 2,5 mingdan 3,5 minggacha, u ham bruttoda tashkil qiladi. Uchinchisi hozir men aytadiganim, ko'plar keladigan bu til kurslariga kelyapti yoki universitetlarga. Til kursiga kelsangiz, plyus tomoni qanaqa? Kelasiz, nemis tilini shu yerda o'rganasiz. Maslahat bergan bo'lardim, kamida A2, B1 bilan kelishni va bir vaqtning o'zida 20 soat ishlash huquqiga ega bo'lasiz. Va bu orqali vizangiz tugashiga siz ishga yoki o'qishga o'tib ketib, vizangizni Aufenthaltstitel yoki Niederlassungserlaubnisga o'zgartirish imkoniyati juda ham zo'r. Germaniyaga kelish istagidagi odamlar uchun batafsil hammasini o'sha Subyektivda chiqadigan hujjatli filmda Nodir akam bilan birgalikda suhbatlashamiz. Unda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Unda ko'proq ma'lumot beriladi. Kennst du Uzbekistan, bro? Rahmat. Rahmat. Uzbekistan. Uzbekistan. Toshkent. Toshkent. Ay, Toshkentni biladilar akamiz. Toshkent. Demak, siz ham Germaniyaga kelmoqchi bo'lsangiz, bitta yurakchi plus va albatta obuna bo'lishni unutmaysiz. Siz bilan Xudo xolasa Germaniyada va mana bu akamizda Platz. Wie heißt es hier? Am Platz und dem Hofbräuhaus und zwischen Hard Rock Café. Marhamat, siz ham keladigan bo'lsangiz, Bavariyani eng markazi Marina Platzda ko'rishguncha salomat bo'ling. Akaga rahmat, Xudo xolasa zo'r dokumental filmni ko'rsatamiz. Bro, servus. Shukran, danke schön. Shukran, danke schön.